Assalomu alaykum. Ushbu yo'riqnoma oliy ta'lim tashkilotlarida talabalarning ijtimoiy faollik indeksini joriy etish to'g'risidagi buyruq ijrosini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan elektron tizimni ishlatish bo'yicha tavsiyalar berish maqsadida ishlab chiqildi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 14-martdagi oliy ta'lim tashkilotlarida talabalarga grantlarni taqdim etish va qayta taqsimlash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 149-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, oliy ta'lim tashkilotlari talabalarning ijtimoiy faolligi, vatanparvarligi va fidoyiligini baholash bo'yicha ijtimoiy faollik indeksini yaratish lozimligi bo'yicha topshiriqlar berildi. Oddiy qilib tushuntirganda, ushbu yo'riqnoma TATU Urganch filiali birinchi bosqich talabalarining grantlarini qayta taqsimlash, ya'ni kontraktda ta'lim oluvchi talabalar grantda o'qish imkoniyati yoki o'qishi bir muncha pastroq bo'lgan talabalarni kontraktga tushish ehtimolligini aniqlovchi tizim deb baholashimiz mumkin. Ijtimoiy faollik indeksi har o'quv yili oxirida maksimal 100 ball bilan baholanadi. Ushbu demak buyruqda ushbu buyruq asosida ijtimoiy faollik indeksini baholash uchun umumiy metodika ishlab chiqilgan. Ko'rib turibmiz, oliy ta'lim tashkilotlari hamda ularning filiallari talabalarning ijtimoiy faollik indeksini baholash bo'yicha quyidagi mana metodika ishlab chiqilgan. Bu yerda metodikada asosiy tushunchalar va atamalar haqida ta'riflar berilgan. Ijtimoiy faollikni aniqlash bo'yicha har bir oliy ta'lim muassasasida yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor raisligida 9 nafardan kam bo'lmagan tarkibda komissiya tuziladi. Bu komissiyaning vazifasi demak talaba yuklagan ma'lumotlarini haqqoniyligini baholash hisoblanadi. Har bir talaba 10-iyulga qadar ushbu platforma orqali o'zining ijtimoiy faollik indeksini baholovchi asoslovchi hujjatlarini yuklashi kerak bo'ladi. Maxsus elektron platformaga kiritilgan talabalar ijtimoiy faollik indeksini asoslovchi hujjatlar ushbu metodika orqali 15-iyulga qadar tasdiqlanadi. Eslatib o'tish joizki, har bir talaba demak 10-iyulgacha unga oxirgi muddat berilgan, lekin iloji boricha 10-iyuldan oldin yuklash kerak bo'ladi, chunki qandaydir bir xatolik bo'ladigan bo'lsa, maxsus komissiya orqali o'sha talabaga xabar beriladi, ya'ni ma'lumotni to'g'ri yuklash kerakligi yoki qo'shimcha tavsiyalar berish imkoniyatini qoldirish maqsadida demak ertaroq yuklash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Demak, ijtimoiy faollik indeksini aniqlash uchun quyidagi manzilda demak sayt ishlab chiqildi. Bunda talaba o'zini Hemis ID'si orqali kirib o'zining umumiy ma'lumotlarini yuklash kerak bo'ladi. Demak, bu yerda boyagi metodika orqali ishlab chiqilgan sistema hisoblanadi. Oldin demak ma'lumotlarni yuklashdan oldin baholash mezoni bilan to'liq talaba tanishib chiqishi lozim. Demak, bu yerda 11 ta punkt bor. Bular demak kitobxonlik madaniyati, 5 muhim tashabbusdagi faollik, akademik o'zlashtirish, ichki tartib qoidalar va odob axloq, tanlov va olimpiadalardagi yutuqlar, davomat, ma'rifat darsidagi ishtirok, volontyorlik va jamoat ishlari, sayohat va madaniy hordiq, sport va sog'lom turmush tarzi va boshqa ma'naviy ma'rifiy faollik orqali baholanadi. Umumiy 100 ball bo'lib, har bir metodika bo'yicha demak quyidagicha ballar taqsimlangan. Tavsiya bo'ladiki, har bir yo'nalish bo'yicha o'zingizni hujjatlaringizni yuklashdan oldin baholash mezoni bilan to'liq tanishib chiqishingiz lozim bo'ladi. Demak, birinchisi kitobxonlik madaniyati bo'yicha har bitta talaba bitta o'quv yili davomida nechta badiiy adabiyot o'qiganligini bu yerda belgilaydi va komissiya haqiqatda talaba shu 6 ta 8 ta deb belgilagan bo'lsa, filialning axborot resurs markazi orqali o'sha talaba o'sha o'zining nomiga shu 6 ta 7 ta badiiy adabiyot olganmi, uni haqiqatda mutolaa qilganligini demak bu yerda tekshiriladi. Agar bu yerda asoslovchi hujjati bo'ladigan bo'lsa, yana yuklashi mumkin bo'ladi. Bu demak rasm ko'rinishidagi fayl bo'lishi kerak bo'ladi. Ikkinchisi 5 muhim tashabbus doirasidagi faollik bo'lib, bu yerda har bir talaba qaysi to'garaklarda faol ishtirok etganligi bo'yicha
belgilab chiqadi. Masalan, sport seksiyalaridagi faolligini yoki kitobxonlik va adabiyot bo'yicha faolligini belgilab, o'ziga o'shani asoslovchi hujjatlarni yuklashi kerak bo'ladi. Hujjatlar rasm ko'rinishida yoki PDF ko'rinishida bo'lishi mumkin. Rasm ko'rinishida demak, masalan, sport seksiyalarida yoki qandaydir bir kitobxonlik tanlovlarida qatnashgan bo'lsa, o'shani asoslovchi hujjati, rasmi yoki sport seksiyalari yoki madaniyat va san'at bo'yicha ochilgan to'garaklarda uning qatnashayotganligini asoslovchi hujjati, ya'ni bu to'garak rahbaridan beriladigan hujjat hisoblanadi. Keyingisi akademik o'zlashtirishi. Bunda talaba o'zining GPA ballini son ko'rinishda yozadi. Masalan, 4 ko'rinishda bo'lishi mumkin va Hemis dasturi orqali o'zining transkriptini olib, shu yerga yuklashi lozim bo'ladi. Keyingi baholash mezoni, demak, oliy ta'lim muassasasi ichki tartib qoidalari bo'yicha. Bu yerda talaba ichki tartib qoidalariga rioya qilganligini tasdiqlaydi. Lekin ushbu ma'lumot dekanat va tutorlar tomonidan tasdiqlanadi. Ya'ni talaba o'quv yili davomida oliy ta'lim muassasasining ichki tartib qoidalari yoki odob axloq kodeksiga rioya qilmagan bo'lsa, ushbu ma'lumotlar tegishliligi bo'yicha fakultet dekanati yoki tutorda o'z aksini topgan bo'lsa, demak, ichki tartib qoidalariga to'liq rioya qilganman degan talabaning xulosasini, demak, komissiya rad etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyingisi ko'rik tanlov va olimpiadalardagi natijalar. Bu yerda talaba o'quv yili davomidagi har bir qatnashgan tanlov bo'yicha tanlov nomini, erishgan darajasini va natijalarini, demak, ko'rsatib o'tishi lozim. Bu bir nechta bo'lishi mumkin va yutuqlarni qo'shish orqali yana keyingi natijalarni yuklashi mumkin bo'ladi. Keyingisi darslarga qatnashish. Bu yerda talaba darslarga o'z vaqtida to'liq qatnashganman deb baholaydi. Lekin ushbu ma'lumot fakultet dekan o'rinbosari va tutor tomonidan tasdiqlanadi. Ya'ni baholanayotgan talaba bir o'quv yili davomida sababsiz necha soat darsga qatnashmaganligi belgilanadi va shunga qarab baholash amalga oshiriladi. Keyingisi ma'rifat darslaridagi faollik. Ushbu ma'lumotlar ham mas'ullar tomonidan tasdiqlanadi. Bu demak, mas'ullarimiz fakultet dekan o'rinbosari, tutor va ma'rifat darslarini olib borgan ma'ruzachi, professor, o'qituvchi hisoblanadi. Bu yerda talaba o'zining necha soat, demak, davomatini, o'rtacha ko'rsatkichlarini belgilaydi va faolligi haqida izoh qoldirishi mumkin. Ya'ni qandaydir mustaqil ish ko'rinishida topshirgan bo'lishi mumkin yoki o'zini fikrini bildirgan bo'lishi mumkin yoki bo'layotgan islohotlarga qandaydir bir ommaviy axborot vositalarida fikr bildirgan bo'lsa, mana shuni ham belgilasa, bu faollikning belgilaridan biri hisoblanadi. Keyingi baholash metodikasi, demak, volontyorlik va jamoat ishlaridagi talabamizning, demak, qanchalik faolligi. Bu yerda bir nechta variantlarni belgilash mumkin, chunki talaba o'quv yili davomida quyidagi, demak, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda, xalq bayramlarida va hokazo, demak, volontyorlik faoliyatlarida faol bo'lganligi bo'lishi mumkin. Ushbu faoliyatni akslantiruvchi albatta bu yerda qandaydir ko'rinishda hujjat bo'lishi mumkin. Bu demak, rasm ko'rinishida yoki PDF shaklida saqlangan hujjat bo'lishi mumkin. Keyingisi, demak, teatr, muzey, tarixiy qadamjolarga tashriflar. Bu yerda ham, demak, tashriflarni chastotasini belgilaydi, ya'ni har oyda yoki har 2 oyda necha marotaba borganligini akslantiradi va asoslovchi hujjatini yuklaydi. Sport va sog'lom turmush tarzi bo'yicha, sportdagi faolligi bo'yicha, demak, terma jamoa a'zosi, muntazam shug'ullanuvchi, musobaqalarda qatnashuvchi yoki umuman sport bilan shug'ullanmasligi mumkin. Bu yerda kerakli bandni belgilab, o'ziga to'g'ri keladigan bandni belgilab, keyinchalik, demak, zararli odatlardan xolimisiz, toza ozodalikka rioya qilasizmi degan qo'shimcha savollar mavjud. Bu yerda, demak, zararli odatlar, masalan, chekish bo'lishi mumkin, qandaydir bir zararli jarayonlarga befarq bo'lmasligi mumkin. O'shalarni agar tegishli mas'ullarimiz tomonidan belgilangan bo'lsa, ya'ni talabalar turar joyida yoki ijara xonadonlarida yoki o'qishga kelib ketishda ushbu holatlar kuzatilgan bo'lsa,
ushbu holatlar kuzatilgan bo'lsa, siz belgilangan javob, ya'ni zararli odatlardan xolimisiz degan javobga ha deyilgan bo'lsa, bu demak tegishli komissiya orqali rad etilishi ham mumkin. Oxirgisi demak boshqa ma'naviy ma'rifiy faollik bo'yicha o'zingizning tashabbusingiz bilan qandaydir bir oliy ta'lim muassasasining ijtimoiy hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan natijalarni ko'rsatgan bo'lsangiz, o'sha yerga, mana shu yerga yuklashingiz mumkin bo'ladi va oxirida yuborish tugmasi orqali o'zingizning natijalaringizni komissiyaga havola qilasiz. Shu orqali siz o'quv yili davomidagi ijtimoiy faolligingizni baholash bo'yicha barcha hujjatlaringiz yuklanadi. Ushbu hujjatlarni demak to'g'riligi bo'yicha tegishliligi bo'yicha fakultet dekanatlariga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Umumiy natijalar filialning rasmiy veb sahifalarida e'lon qilinadi va albatta talabalarga taqdim qilinadi.